Diler o'zimiz ofitsialniy Jitur remont. U ham gibrid. Bu ham gibrid. U ham 5 litr rasxod qiladi. Bu ham 5 litr rasxod qilsa kerak. 4,5. Bu nima? Dekoratsiya uchun. Buzib qo'ydimmi? Yo'q. Voy malades. Orqamdagi yozuvni ko'ryapsizlarmi? Orqamdagi yozuvni oldingizdagi-chi. Bu degani, Xudo xohlasa O'zbekiston 2026-yilda Jahon chempionatida g'olib bo'ladi degani. Va men hozir sizlarga Jitur avtosalonini yaqinda ochilgan, shu 1 yil atrofida ochilgan saloniga keldim. Bu O'zbekistonda ofitsialniy diler, ofitsialniy avtomobil, ofitsialniy texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni TO xizmatlari mavjud Jitur salonidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xush kelibsiz. Rasmiy dilerdan, rasmiy xodimdan savollarimizga javob olsak yana ham yaxshi bo'ladi. Sizlardan iltimos, ozgina o'zingizlarning vaqtingizni ajratsanglar, o'zingizlar uchun foydali bo'lgan 10 million, 20 million, 30 million, ana boring 50 million so'mgacha foydali video bo'ladi. Chunki avtomobillarga mana shunaqangi foydali sizlarga savdoni taklif etyapti. Videoni nomidan, videoni boshidan Jitur avtoliga avtosalonini manzilini bitta tushuntirib bersangiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan, Yunusobod tumanida. Xalq tilida aytganda Shimkentskiy trassa, ya'ni Amir Temur Shoh ko'chasida. O'ng tomonimizda Yunusobod aylanma yo'li, ya'ni Yunusobod kurogi, chap tomonimizda Uchqahramon kurogi joylashgan, o'rtasida joylashgan. Ana shuni o'rtasida mana 4 etajlik juda ham o'ziga bir ajoyib bo'lgan takrorlanmas binoda Jitur avtosaloni joylashgan va bu yerda podvalida servis xizmati ham ofitsialniy o'zini garantiyalari bilan birga zapchaslari ham bor. Xuddi shunday. Xudo xohlasa. Kelinglar ichkariga tashrif buyuramiz. Ichkarida X70, T1, T2 juda ko'plab modellar bor. Tashing ko'rishimiz mumkin. Chekkada undan keyin mana X70 avtomobillari, bundan keyin T1 va T2 modelimiz bu yoqda mana ichida chiroyli ko'rinib turibdi. Lekin bularning hammasi shaxsan men uchun yangilik. Sizlar uchun ham yangilik bo'lishi mumkin. Sababi endi avtosalonga kelmagandan keyin, faqat internetda ko'rgandan keyin buni ma'lumotlarini to'liq, ya'ni yangilik emas insondan bitta so'rab bilsak. Iltimos sizlar mana shu X70 avtomobili avvalambor narxini ayting va bu avtomobilni qisqacha bir obzor qilib tushuntirsak, do'stlarimiz ko'rib, eshitishib, bilishsaki, kelib test drive qilishsin. Albatta, bu komplektatsiyamizda komfort pozitsiyasi hisoblanadi. X70 avtomobilimizning tan narxiga keladigan bo'lsak 300 million so'm. Necha xil komplektatsiyasi bor buni? Hozirgi kunda bizda 2 xil komplektatsiyasi bor. 2 xil. Bunisi komfort komplektatsiyasi birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Bunisi-chi? Premium Plus pozitsiyasi. Premium Plus bu ikkinchi pozitsiyasi. Eng fulli. Eng fulli. Gap yo'q. Bunisi demak bu material salonimiz, bunimiz esa kojinli salon. O'rindiqlarida. Undan tashqari boshqa ma'lumotlar ham juda ham ko'p funksiyalari bor. Keyingisi bu avtomobilga qanaqa dvigatel o'rnatilgan va nechta ot kuchi bor? Avtomobilimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan, 1.5 turbina motoriga ega, oldi tortadi, 156 ot kuchi mavjud. Dvigatel, ya'ni motori nemetskiy standartida ishlab chiqariladi. Seplik motor. Turbo motor, 4 silindrlik, seplik 156 ta ot kuchi. Rasxodlari nechta? Rasxodlari shahar ichida 8,5 atrofida. 8,5 ta. Uzoq yo'llarga? Dalniyda endi oborot qiynalmagan holatda 7,5 gacha tushadi. 7,5 litrgacha. Nimaga buni oyoq tagiga qo'yib qo'yganmiz? Nima bu? Bunisi obunachilarga siz orqali keladigan evakor kovriklari bonus sifatida. Polik. Kastroldan moy. 0.20 eng qimmati, eng suyug'idan gap yo'q. Bunisi esa parok. Oyoq tagiga. Ya'ni bu avtomobilda parok yo'qligi uchun komplektatsiyada parok bo'lmaydi. Qo'yiladi. Do'stlar, parok haqida qisqacha bitta ma'lumotni berib ketaman. Parok bo'lgani yaxshi, albatta. Qachonki yosh bolalar bo'lsa, parokda oson chiqib tushadi mashinaga. Sababi parokka oyoq qo'yish kerak. Lekin siz bilan biz katta insonlarga parok shart emas va parokning ustidan ham bemalol sidenaga chiqib ketsak bo'ladi. Ya'ni aynan hozirgi holatda ko'rib turganingizdek. Aka, bu avtomashinamiz ancha texnologik ekan. Yaxshi. Endi bu mashinaning garantiyasi haqida aytsangiz. Garantiyasi qancha? Biz bu avtomobilga 5 yil yoki 150 ming probeggacha garantiya beramiz. Garantiya berasiz. Kafolat. Bunda agar 150 ming kilometrda ichida elektronikasi yoki dvigateli yoki korobkasi yoki boshqa bir jihozi o'zi nosoz deb topiladigan bo'lsa, nosoz bo'ladigan bo'lsa, ofitsialniy o'zingizlar bepul Jiturdan shundoq almashtirib berasizlar. Albatta. Servis xizmatimiz shu yerda o'zida.
Shu yerni o'zida. Shu yerni o'zida. O'zbekistonda Toshkentda servis xizmati bor, Jitur avtosalon borligini men bilmagan edim. To'g'risi shaxsan men uchun birinchi marta bo'lyapti. Keling aka, endi bunisi. Buni necha pul dedingiz narxini? 300 million so'm. 300 million so'm. Bunga bonuslar, skidkalar Skidka to'lov turlariga qarab 40 milliongacha bor. 40 million so'mgacha bu Chegirma avtomobilga bo'ldiramiz. chegirma bo'ladi. Shunda 260 milliongacha tushishi mumkinmi? Ana masalan, to'lov turlari qanaqa? Masalan, trading, o'tkazish, avtokredit qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lov turlari har xilidan bor. Naqd to'lovlarimiz bor, avtokredit va bo'lib to'lash, muddatli to'lov. Muddatli to'lov. Oho, bu hali 3-qatori ham bor. Oilaviy crossover hisoblanadi, 7 o'rindiqli. 7 o'rindiqlik. 7 o'rindiq bo'lib 260 million so'mgacha sotishimiz mumkin. Xuddi shunday. Voy malades, voy malades. Bitta o'ylab ko'ringlar, 260 millionga 7 o'rindiqlik mashinani qayerda beryapti-yu, kim beryapti-yu, qanaqa avtomashina beryapti. Demak, 300 million so'm va 260 million so'mgacha skidkalar bilan. Endi bu avtomobilda ranglari qanaqalari bor? Ranglar, ya'ni Citroen gammaga keladigan bo'lsak, 5 xil rangi bor. Aha, 5 xil rang. 5 xil rang. Qora, oq, seri, ko'k va delfin rang. O'zimiz tilda. Bo'laveradi. Endi o'zimiz tilda sizlarga tushunarli bo'lyapti. Va keyingi savolim, buni ходовойлari men bilishim bo'yicha o'sha paytda X70 lar hammasi независимый podveska bilan jihozlangan. Ya'ni orqa podveskamiz ham, oldi o'simiz ham hammasi независимый. Hozir ham shundaymi? To'g'ri. Balkaga o'zgargani yo'q. Yumshoqligi, mustaqilligi o'shanday qolgan. Xuddi shunday. Endi bunisi haqida ma'lumot bersangiz, buni nima farqlari, nima afzalliklari bor? Bunisi premium plus pozitsiyasi hisoblanadi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, bunda pnevma nasoslari bor. Ya'ni elektronniy ochilish qismi. Bu ham 5 o'rindiq, a? 7 o'rindiqli oilaviy crossover. Sal qoldi ya 5 o'rindiq deb yuborishimga. 7 o'rindiqlik koja ekan, salon, kojanli salon, joylar, 12 volt boshqa zapas balon bor. Zapas tagida osilgan. Xuddi shunday. Bo'laveradi. Eski rejimi ham bor. Yosh bolali oilalar uchun juda ham qulay. Malades. Bolalar xavfsizligi uchun va insonlar xavfsizligi uchun. Malades. Buni faqat oyoqda ochib bo'lmasa kerak. Yo'q. Faqat knopkada. Shunisiga ham shukur. Lekin o'rtoqlar, e'tibor beringlar, bu avtomobilning kraskasi qimmat kraska, ya'ni o'sha ichida zari bor, белый жемчуг deb qo'yiladi. O'zimiz tilda. Beskulchoy do'stub, avtomobil necha bosqichli avtomat korobka bu shunda? 8 ta. 8 bosqichli avtomat korobka, беспроводной zaryadka, avtomat korobkamiz, selektori, sidinamizni podogrefi, isitish sistemasi, konditsioner, avtomobilda kalitimiz naryoqda ekan, eshiklar ochiq deb deyapti. Kalitimiz yo'q, cruise control, audio sistemani boshqarish. Barimiz ichida sovutish, isitish funksiyasi bilan birga. Mabodo issiqda suvni sovutaman desangiz ham konditsioner orqali sovutsangiz bo'ladi. Sovuq kunlarda esa suvni ilitib ichaman, isitib ichaman bolalarimga deydiganlarga isitsa ham bo'ladi. Demak, bu narxi necha pul? Premium plus pozitsiyasi narxi hozirgi kunda 318 million 500 ming so'm. 318 million 500 ming so'm. Bunga ham skidkalarimiz bor, 35-40 milliongacha. 35-40 milliongacha to'lov turiga qarab imkoniyatimiz bor. Va avtokredit, рассрочка bo'lib berish mavjud. Nasiya savdo? Nasiya savdo bor. Ana endi bularni agar hozir tushuntiradigan bo'lsak, vaqt cho'zilib ketadi. Sizlarga qisqacha qilib avtomobillarni tanishtiraveraylik, keyin o'zingizlar qaysi biridan ma'qul kelsa, aniqroq qilib olaverasizlar. Bu Jitur Dashing. Bu avtomobilda juda ham moda bo'lgan 2024-yilda ovozli, ya'ni rus tilidagi ovozli boshqaruvi hammani krishasini o'chirib qo'ygan. To'g'ri. Aynan mana shu avtomobil bo'ladi. Va bu avtomobilda men bilishim bo'yicha 1.5, 1.6 va 2lik motorlari bor. Endi Jitur ofitsialniyda eng zo'ri qaysi motor va qaysi bir qo'yilgan? Hozirgi kunda ofitsialniy, ya'ni rasmiy deyiladi. Faqatgina birinchi komfort pozitsiyasi bo'yicha 1.5 turbina motorligi mavjud. 1.5 turbina motorligi. Buni 1.6 2ligini topa olmaymiz. Rasmiy dillardan topa olmaysiz. Rasmiy dili seriyalik deb qo'yadi, ya'ni o'zlari olib kelib sotuvchilarda bo'lishi mumkin, lekin o'zingizlar bilasizlar, rasmiy dillarda hamma narsasiga garantiyasi rasmiy bo'ladi. Endi bu avtomobilimiz necha pul narxi buni? Hozirgi kunda avtomobilimizning narxi 345 million 800 ming so'm. 345 million 800 ming so'm. Bu 5 o'rindiq bo'ladi, a? Xuddi shunday. 4 burchak rulda qaranglarda, hozir 4 burchak rul rossa moda bo'ldi, hattoki BMW ham mana shunaqangi 4 burchak rul chiqardi. Ishonasizmi? 4 burchak rul. Bu bo'lsa o'sha 2023-24-yildan beri chiqaradi. Молодец, qoyil. Elektrические сиденья, isitish, sovutish bormi sidenada? Bor. Massaj yo'q. Zato 340 millionga qaysi mashina qanaqa nima bu nima?
Dekoratsiya uchun. Buzib qo'ydimmi? Yo'q. Voy malades. Magnit o'zi. Meni o'ylashimcha, bilishimcha bu yerda menimcha zontik tursa bo'ladi. Zontik qo'ysa bo'ladi. Kichik yoki boshqa aksessuarlar uchun joy. Ha, bu xiyol ushlab turadigan narsa. Bemalol olsa, bemalol qo'ysa bo'ladigan joy. Gap yo'q. Cho'ntaklar, bog'lar, bu yog'imiz koja, eshigimiz, tepamiz yumshoq plastik, tagi qattiq plastik, eshigimiz to'liq ochiladi va ruchkamiz mana bunaqa ekanda. Xuddi shunday. Qaytib kirib qoladigan versiyasi ekan-a? Bo'laveradi. Yaxshi. Gap yo'q. Endi bu avtomobilimiz, oppa. O'rtasi tekis ekan. O'rtasi tekis, bitta USB ekan. Bitta. Shuni ikkita qilib qo'ymaydimi? 3 ta qilib qo'yganda yana yaxshi edi. Hamma mayli, boriga shukr. Detskiy kreslolarda Isofix'da qotirsangiz bo'ladi. Perforatsiya bo'lgan koja, qizil bilan aralashgan qora. Mana yerda alkantara ham aralashtirilgan ekan. Xuddi shunday. Ishlatilgan yaxshi. Tomimiz qora. Mana bu qoraga 5, mana bu qoraga 5. Men qorani juda ham yaxshi ko'raman, yoqtiraman. Sidena как Lamborghini. Gap yo'q. Ammo ko'zni to'sib qo'yar ekan. Yo'l to'sib qo'yadi-yu, shunisiga ham shukr. Zato stilniy. Eng oxirgi, eng so'nggi talablarga, zamonamizga mos keladigan. Bu Jetour Dashing avtomobilimizni qanday qilib sotib olsak bo'ladi va qanchadan nima narxlari, ma'lumotlar. To'lov usullariga keladigan bo'lsak, naqd to'lov, перечисление, avtokredit va bo'lib to'lash, ya'ni nasiyaga bor. Bir xil, hozirgi X70lar bilan bir To'lov xil. shartlari bir xil. Gap yo'q, gap yo'q. Bunga ham bemalol o'sha Eski rejimi bor bunda ham. Detskiy rejim aqlli mashina, juda ham aqlli mashina. Bemalol ovozda lyukni och, yop, derazalarni och, yop desak bo'ladi. Endi mana videomiz eng qiziq joyi, eng haligi nima deydi, sok degan joyiga keldik. Bu avtomobilni bitta ko'ringlar, mendan katta, mendan novcha, balandligi ham avvalambor va yo'l tanlamasligi ham, hattoki pastqi ham. Ko'ryapsizlar, suv toshqinlari bo'lyapti, sellar olib ketyapti. Unaqa joylarga bu avtomobil bemalol ishonch bilan kirib boradigan avtomobil. Endi T1 modeli komplektatsiyasi bo'yicha bu gibrid modeli hisoblanadi. komplektatsiya gibrid. Bu shunda elektr zaryad beruvchi Uy sharoitida. uy sharoitida. Savol, shunda bu avtomobildan bemalol piknik o'tkazsak bo'ladi. Masalan, Albatta. ovga borib, ovni svetlarini uyda ham yoqsa kerak, yarim soat, 1 soat. Xudoga shukr, malades. Bu yerda yana bitta akkumulyator bor ekan, kichkina. Mana, o'zimizning oddiy akkumulyatordan bu yerda ekan, orqada ekan. Buni ustini bunday qilib yopib qo'ysam, balonni bu yoqda yamashimiz va mana yerda anchagina joy bor. Anchagina joy bor. Avtomobil novcha, svetilliklarimiz bor. Elektropaket bu ham. Xuddi shunday himoya nimalarigacha bor. Bolalar Gap yo'q, gap yo'q. Yaxshi. Xo'p, aka, keyingi savol bu PHEV. Ya'ni avtomobil ham elektrda, ham benzinda harakatlanadi. Ham o'zini o'zi zaryad qiladi, ham benzin motorimiz avtomobilda ballonlarini mabodo elektrodvigatelning kuchi, quvvati yetmagan holatda aylantirib beradi. qo'shilib, aylantirib berishga quvvati. Men hozir muncha keng bu. Shunchalik darajada kengmi? Ko'ryapsizlarmi? 23 sm meni qarichim. Deyarli 20 sm ga keng. Qoyil. Qancha joy kerak sizlarga? Lekin bu faqat 5 o'rindiq. 7 o'rindiqligi bormi? Afsuski hozirda yo'q. Hozircha yo'q. Xudo xohlasa bo'ladi. Tepamiz oq ekan, avtomobil mayli, bo'ladi. Bu yerda ikkita zaryadnik, ikkita mana bu o'rindiqlarni isitish funksiyamiz bor. O'rtamiz tekis, qizil strochkalar bilan, bu yerda ambient podsvetkalari bilan, tepamiz qattiq, qo'limizni koja bu yoqlari, pastimiz ham qattiq, bemalol 1 litrlik baklashka uchun joy va Sony kompaniyasidan sifatli audio sistema kolonkalari o'rnatilibdi. Endi Beskruchovoy do'stib, kalitsiz kirish desam, kimdir bu sidenani oldiga jildirib qo'ygan ekan, eshikni ochdim, ochildi. Qarab turing, hozir fokus bo'ladi. Men mashinaga o'tiraman, eshikni shundoq yopaman, derazadan ko'rsatayda meni qisib qo'yadimi? Ana. Sidena pamyat deb shuni aytadi. Ya'ni o'rindiqlar xotirada saqlab qoladi va qanday holatda qoldirgan bo'lsangiz, ana shunday holatga keltiradi. Men bunaqa yaqin minmayman, lekin mayli, Xudoga shukr, shunaqa imkoniyatlari ham bor ekan. 8 yo'nalishda harakatlanadigan sidenalarimiz, 8 yo'nalishda va avtomashinamiz, buni ham roli 4 burchak, lekin juda ham bir
lekin bir ushlab maza qiladigan sifatli ko'jadan ishlatilgan ekan. Xuddi Kojamiz sportchini juda ham avtomobil haydayotgandek bo'lasiz. ha, juda ham anchagina va sidenamiz juda ham baland va avtomobilimiz ham juda ham baland. Ko'rishimiz bu yoqda kattagina ekran, bu yoqda yana bitta katta ekran, беспроводной zaryadnik, selektorimiz katta, bu yoqda parking rejimlarimiz bir nechta, 360 kamera, avto hold va avtomobil yaxshi, pastda ham joyi bor. Nima uchun? Bu 15/6. Deyarli 16. Deyarli 16 desak ham. Deyarli 16. Va podnoshkamiz zavod tomonidan qo'yilgan va buni zavod tomonidan qo'yilganiga 500 kilogacha bemalol javob beraveradi. Eng asosiysi, eng qizig'i, bu avtomobil to'liq tortadimi yoki faqat oldi tortadimi? Benzinlik versiyasida aynan mana shu T1da, Jiturda orqasi ham tortadi, oldi ham tortadi. Benzinligimiz ham bor. Bundan keyingisi. To'xtanglar, shoshish yo'q. Bu narxi nech pul? Hozirgi kunda gibrid komplektatsiyasimizning narxi Jitur T1 DMda 472 million so'm. 472 million so'm. Aniqmi? Aniq. Bunga skidka ham bormi hali? Skidka bor 50 milliongacha to'lov turiga qarab. 50 milliongacha skidka bo'ladigan bo'lsa, savol. Demak, 472 million emas, 422 millionga tushib qolyaptimi? 422 milliondan tashqari moy, avtomobilda motori uchun ichki yonuvchi dvigatelga polik, oyoqdagiga, undan tashqari tonirovka. Undan tashqari o'zim mana shu joyda gapingizni bo'lib ketmoqchiman. Orqa oynalari zakalonni o'zi qoraytirilgan. Agar mijozlarimiz xohlasa tonirovka ko'rib beraveramiz. Orqa oynalariga ham. Malades. Yana buni 6 ta hisobladik. 6 ta bonuslar bor, buning ichida servis ham bor, ya'ni TO. TO bor. Texnik osmotr deydi. Avtomobilni to'liq osmotrimizni bepul qilib beramiz. 100% ko'rib berishadi. Demak, 422 million. Men to'g'risini aytaman. Kecha o'rtoqlar, kecha ikkita avtomobilni, ikkita brend, bitta yangi brend kirib keldi, ikkita avtomobilning taqdimoti bo'ldi. Bilasizlarmi nech pul dedi narxini? Xo'sh, 800 milliondan boshlanadi. 1 milliardga olib chiqdi ikkinchisini. Nomlarini aytmaymiz, brendni ham aytmaymiz, keragi yo'q. Mayli, o'zini obzor qilamiz. Lekin u ham gibrid. Bu ham gibrid. U ham 5 litr rasxod qiladi. Bu ham 5 litr rasxod qilsa kerak. 4,5 o'rtacha hisobda. 4,5 litr rasxod qiladi. Kerak bo'lsa, mana sizlarga biz ma'lumotlarni beryapmiz, variantlarni ko'rsatyapmiz. Tanlab olaverasizlar. Benzinligini bitta ko'raylik. Sizdan iltimos, 422 milliongacha unisi skidka bo'ladigan bo'lsa, bunisi nech pulgacha skidka bo'ladi? Unda 40 milliongacha to'lov usuliga qarab chegirmalar qilib bera olamiz. 40 million so'mgacha bunisi xuddi hozirgini benzinlik versiyasi. Xuddi shunday. Bu avtomobilimiz orqasi ham tortadi. Xuddi shunday. Ko'z tegmasdan, orqa reduktorlarimiz, независимый подвеска, 100%. Ayniqsa, malades, ichkarilarimiz nima, qog'ozlik, shumkamiz yaxshi, avtomashinani tagida disklik bu yog'imiz. Bu avtomobilda kalotka, tormoz, baravar zapchastlaridan muammo yo'q. Hech qanday. Yo'q. O'zimizda официальный Jitur dealer, o'zimizda официальный Jitur remont. Xuddi shunday. Avtomobil ta'mirlash. Malades, qoyil. Endi bu avtomobilimizning motori qanaqa-yu, buni ham jicha ozgina aytib bersangiz endi. Bu tomoniga chiqmasam bo'lmaydi. Mana bu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Xo'p. Yecha olamanmikin? Mayli, yechmadim. Kim sotib olsa, yechib olishaveradi, ko'rishadi. Mana bu narsa zo'r narsa. Ayniqsa qo'lda olish joyiga qo'yishibdi, undan ham zo'r narsa. Malades. Qoyil maqom. Gap yo'q. Zo'r. Bu tomoni ham keng, yo'l tanlanmas, uzoq yo'llarga ham yursa bo'ladigan kattagina bardachogimiz bor. Patologiya oq ekanda. Patologiya oq ekan. Qora qilganlaringda bundan ham zo'r bo'lar edi. Komplektatsiyasi bo'yicha bunaqalardan ham bor. Qanaqa? Qorasi ham bormi? Qoraga qora salon, qoraga oq salon, salon ranglarida ham o'zgarishlar bor. Variantlari bor. Endi qarang, men asosiy savolni bermabman. Hozir biz Jitur salonida bu avtomobillar nalichida bormi? Bor. Keladi, to'laydi, olib ketadi. Xuddi shunday. Bir kun, yarim kun, 2 soat, 3 soatda agar bu yoq hammasi tayyor bo'lib kelsa, 2 soatga bormasdan olib chiqib keta oladi. Avtomobilni 2 soatga bormasdan olib chiqib ketsa bo'ladi. Ko'z tegmasin. Motori bilan avtomobilda korobkasi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, motori nemetskiy san'atlar asosida ishlab chiqarilgan, Xitoy tomonidan 2 turbina motoriga ega, ot kuchiga keladigan bo'lsa 254 ta. 254 ta ot kuchi. 254 ta ot kuchiga ega. To'liq tortish quvvati bilan birga. Oldi ham, orqasi ham tortadi. Buni yolg'iz oldi yoki yolg'iz orqa tortish funksiyasini rejimlarini
o'zgartirsa bo'ladi. Bo'ladi. Malades, qoyil. Ana endi o'rtoqlar, bu avtomobilning narxi qiziq. 2 turbina motordagi komplektatsiyamiz G4T1da hozirgi kunda 449 million 500 ming so'mdan. 449 million 500 ming so'm. 500 ming so'm. Yana boshqa modellari, boshqacha Birinchi pozitsiyamiz programmalari bor. Bunda komfort pozitsiyasi, unda faqat oldi tordada 386 million so'm. Hozirda nalichi deydigan bo'lsak, uni topib bera olishimiz sal qiyin bo'ladi. Demak, bu fulli Bu full va bu bor. bor. Birinchi pozitsiyasi faqat olti tortadigani yo'qroq bo'laveradi. Gap yo'q. Demak, 380 million birinchi pozitsiyasi, 386 million. 386 million birinchi pozitsiyasi, Ikkinchi pozitsiyasi 449 million 500 ming so'm. 449 million 500 ming so'm. Ha, unda menga 422 millionga gibrid ma'qul kelyapti. Shaxsan o'zimga. Ana endi mana bu yerda yana bitta avtomobil bor. Bunisiga ham bitta e'tibor beringlar. Hozir biz T1 ko'rsatdik-a. Bumiz T2. T2 bilan T1 da farqi shu old oblisovkasida bo'lyaptimi? Yana nimada farqi bor? Kuzov uzunroq. Yana ham uzunroq. Yana ham uzunroq. Aha. Misol uchun 5 metr bo'ladigan bo'lsa 5.2. 520 santimetrga. 20 santimetr uzunroq. Uzunroq. Motori Motor xarakteristika jihatdan deyarli bir xil. deyarli bir xil. Deyarli bir xil. Buni salon jihatdan qanday farqlar bor? Saloni kengroq, Saloni kengroq. multimedia jihatdan va funksional jihatdan bir-biriga juda ham yaqin. Asosiy farqi bu yerda nima deydigan bo'lsak, tashqi ko'rinishida desa ham bo'ladi. Men yana bitta farqni hozir bildim. Sizga savol. Biz hozir T1 da ko'rsatganimizda eshigi tepaga ochilgan edi, orqaga. Va uni zapaskasi bormidi? Gibrid komplektatsiyamizda zapaska bo'lmaydi. Yo'q. Benzin komplektatsiyalarimizda bo'ladi. Ya'ni yoqilg'ida yuradigan mashinalarimizda. Zapaskamiz bor edi, Bor. tagida joylashgan. Tagida joylashgan. Bu T2 da zapaska hozir mana bu yerda. Xuddi shunday. Buni ichida yukxona emas, bu zapaska turadigan Dakatka joy. uchun joy. Dakatka bor bu Dakatka yerda. bu. Malades. Endi buni bunday qilsak yonboshga ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu qanaqa eshikda ochilishi bilasizmi? Ko'proq men o'xshataman-da. Hammernikiga o'xshataman. Bilasizmi? Hammerning eshiklari mana shunaqangi ko'ndalang ochiladi. Voyenniy harbiylarniki va hoppa, mana bunaqangi podstakannik, qo'limiz ushlaydigan joylar, ikkita podstakannik, bu yerda mencha stop bo'lsa kerak. Ha, stop. Ya'ni xudo ko'rsatmasin mabodo avtomobilda yo'lda to'xtab qoladigan bo'lsangiz, mana shu narsalarni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Setka 12 volt, orqamiz keng, yukxona shu endi. Bu yoqda yana bitta chuqur joy bor ekan, qo'shimcha otsek. Buni zapaskasi o'sha orqasida ilingan. Va baklashka uchun ham bemalol tikka baklashka qo'yib qo'ysa bo'ladi. Chiroqlari tikka ekan. Chiroqlari tikka, malades. Bu 360 kamera, slipoy zona. 340 540 desa ham bo'ladi, lekin 360 kamerani o'zi 540 funksiyasini bajarib beradi. O, malades. 4 burchak oynak, 4 burchak eshik, katta eshik, elektriskiy sideniya, rullarimiz, ko'tariladigan audio sistemamiz, podsvetkalarimiz, bunda ham dashingga o'xshagan funksiyalar bor ekan avtomobilda. Hoppa. Mana qo'limiz. Buni patologi qora ekan. Mana kerakmi qora? Mana bor. Ponni panorama tom, audio sistema katta. Bunda besprovodniy zaryadnik bor ekan. Avtorejimlar bilan faralar, avtorejim bilan dvorniklar tozalash, avtomobil rulimizni bitta ko'tarib tushirish. Mana bo'lmasam tepa past yaqinlash. Bu hamma mashinamizda bor. Mana shu funksiya. Hamma ruli qimirlaydi. Hammasida qimirlab o'ziga. X70 da ham, Dashingda ham, T1 da ham. Hamma komplektatsiyalarida. Gap yo'q. Nimalarimiz bor? Cruise control, ushlag'ichlarimiz bor. Mana deysiz. Haligi baquvvat deydi-ku, ana shunaqangi. Yaxshi. Koja, plastik. Ana endi aka, bu avtomobilimizning narxini va bu avtomobilda nalichida bormi? Sotib olsak bo'ladimi? Nalichida ko'rib turganingizda ham bor. Ranglaridan muammo yo'q. 5 xil setoy gammada. 5 xil rangda. Barchasi. Nalichida bor. Ko'k, qora, boshqa seriy, oq. Narxi necha pul buni? Hozirgi kunda avtosalonimizda G4T2 komplektatsiyasi bo'yicha bu komplektatsiyasining narxi 512 million 200 ming so'm. 512 million 200 ming so'm. Va bu benzin. To'rtala balon tortadimi? Xuddi shunday. To'rtala balon tortadi. Off-road rejimlari bor. Bunga uchun mo'ljallangan. Shuning uchun chiqarilgan. Albatta. Off-road yo'llarni yoqtiruvchi haydovchilar uchun juda ham ma'qul. Yo'l tanlamas. Keyingi savolim, bu avtomobilda gibridi bormi? Hozirgi kunda gibridi yo'q.
lekin bo'lib qolishi mumkin. Bo'lib qolish ehtimoli katta, chunki ishlab chiqaruvchi tomonidan rejalari bor. Xudo xohlasa. Do'stlar, ko'ryapsizlar, bunga qancha skidka? Chegirmalarimiz bu bo'yicha to'lov usuliga qarab 25-30 milliongacha 25-30 million so'mgacha chegirmalarimiz bor. Do'stlar, biz sizlarga mana Jetur salonini ko'rsatdik, qisqacha ma'lumotlarni aytdik. Hamma avtomobillarni, bu avtomobillarga 6 xil sovg'alar bor. Bu sovg'alarning ichida mana bu chiroyli futbolka ham bor. Sizlar ham sotib olib O'zbekistonda chempionatda g'olib bo'lishini va xohlovchilar, buni qo'llab-quvvatlovchilar, shaxsan men qo'llab-quvvatlayman. O'zbekiston Respublikamizning bayrog'ini osmonga ko'taradigan har qanday sport va soha borki, hammasiga men qo'llab-quvvatlayman. To'g'risini aytaman va mana Xudo xohlasa Jetur avtosalonimiz ham shu yo'lda harakat qilyapti ekan. Menga taklif berishdi, menga juda ham yoqdi va sizlarga ham avtomobillarni qisqacha ma'lumotlarni ko'rsatdik. Bularni kelib, test drive qilib, savollarga javob olib, qanaqa to'lov bilan, qancha to'lov bilan, qanchadan to'lov bo'ladi, bularning hammasini telefon nomer va manzillarini tushuntirdik. Kelishinglar, tashrif buyurishinglar, sotib olishinglar mumkin. Va yangi avtomobil sotib olayotgan insonlar juda yaxshi bilasizlar. O'zingizlar bilasizlar. Qaysi salonda, qaysi avtomobilda necha puldan sotyapti va qanaqangi bir-biriga raqobatdoshligini. Biz esa sizlarga ko'rsatdik. Xudo xohlasa, bu avtomobillarni raqobatdoshlarini ham obzorini qilamiz va solishtirib sizlarga ma'lumotini beramiz. Va ishonchli narsa deganda shu narsani tushuningki, ofitsialniy diler va Jeturni O'zbekistondagi, Toshkentdagi eng haqiqiy ofitsialniy dilleri va servisi, zapchastlari shu yerda, mana shu yerdan hamma ishingiz bitadi degan umiddaman. Xudo xohlasa. Akajon, kattakon rahmat. Ishlarga omad, savdoylarni bersin. Obunachilarimiz sizlarga ko'rsatdik. Kelasizlar, ko'rasizlar, test drive qilasizlar, mutlaqo bepul. Test drive'larimiz. Test drive'imiz mutlaqo bepul. Bepul. Bitta prava yoki bitta o'sha pasport bilan kelib, ko'rib, oilangiz bilan, bolalar bilan, farzandlar bilan dam olish zonalari bor. Bu yerda yana boshqa g'azna, to'lov, kassa, boshqa bu yoqda bolalar uchun bolalar zonasi ham mavjud. Va o'zingizni qiziqtirgan savolga, qiziqtirgan avtomobilga bemalol javob ketaverasizlar. Like bosib qo'ysanglar, Xudo xolasa keyingi videoda yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.